Assalomu alaykum aziz Zafarbek Umra obunachilari. Mana bugungi sayohatimizni boshladik. Bugungi sayohatimizda inshaalloh Toyib shahriga boramiz. Toyib shahri ziyoratini qilib, Toyib shahridan Xudo xolasa ehromlarni kiyib, yana qayta umra qilishga niyat qilib mana yo'lga tushdik. Xudo xolasa mana osh-tog'alarimiz bilan birgalikda hammamiz safarga chiqib ketyapmiz. Alloh sizlarni hammalarni shu joylarga kelib ziyorat qilishlarni nasib aylasin. Hammalarimiz Alloh ibodatlarimizni qabul qilsin. Mana hoji-tog'alar, hoji-onalar hammalari birga, hammalari sog' salomat yuribdi, oila a'zolari ham eshitib turibsizlarmi? Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha xizmatlarni qilib, hoji akamlarni bizning maqsadimiz chiroyli ibodatlar qildirish. Ularni chiroyli ibodatlarni qildirib, eson-omon O'zbekistonga, vataniga olib borib qo'yish maqsadlarimiz. Sizlarga ham Zafarbek Umra obunachi bo'lishinglarga tavsiya qilamiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, desanglar yoki bo'lmasa YouTube kanalimiz bor, YouTube kanaliga Zafarbek Umra deb yozsanglar, men YouTube kanalim chiqadi. YouTube kanalimga qo'shilib, bemalol savol-javoblar bo'lsa berishinglar mumkin. Mana Xudo xolasa hammalari chiroyli, sog' salomat yurishdilar. Mana xo'jayinlarimiz mana Xudo xolasa Toyibga borib aytgan shu ikkinchi marta ikkita umra qilamiz deb niyat qildik. Ikkinchi umramizni qilgani ketyapmiz. Birinchisini kelganda qildik. Mana ikkinchisiga yana qayta Toyib shahriga olib borib, ularni qaytadan niyatlarni qildirib, Xudo xolasa inshaalloh shunaqa qilib nima qilamiz. O'shaning uchun Toyib shahridan Xudo xolasa ehromlarni kiyib, yana Xudo xolasa inshaalloh umra qilamiz. O'shaning uchun sizlarga aytayapman. YouTube kanalimiz bor. YouTube kanalimizda Xudo xolasa inshaalloh nima bor ekan? Zafarbek Umra kanali bor. Shunga obuna bo'linglar, like bosinglar, jamoat ko'paytiraylik. Bizi kompaniya bilan shunaqa kelib sayohatlar qilishlarni ham mana barchalarimiz Xudo xolasa safarlaymiz. Hammalarga sog'lik, salomatlik, shu joylarga kelib qayta ibodat qilgan hammalarga o'zi nasib aylasin. Xudoyim barchalarning ibodatlarini oson qilsin, hayotlarimizni mazmunli qilsin. Pastda telefon nomerlarimiz bor. Telefon nomerlariga murojaat qilinglar hamda like bosinglar.